Трехходовой klapanni eng ko'p tarqalgan 2 xil turi bor. O'zi turlari ko'p, lekin eng ko'p tarqalgani смесительный, распределительный, ya'ni qo'shuvchi, ajratuvchi. Bu mana смесительный qanaqa ishlashini ko'pchiligimiz bilamiz, lekin mana распределительныйda ko'pchilik adashyapti. Buni sababi bu ikkita kelayotgan podacha обраткani qo'shib смесительныйga o'xshab bitta qilib chiqazmaydi. Bu kelayotgan podachani yo bu yoq tomonga yo bu yoq tomonga siz belgilagan temperaturaga asoslanib chiqazaveradi. Mana bunisi qanaqa ishlash prinsipi. Ko'rasiz, bitta potok suv kelyapti, bergan temperaturangizga qarab yo bu yoqqa yo bu yoqqa bo'ladi. Endi siz bu yoq tomoniga nasos qo'yishingiz umuman kategorически mumkin emas, chunki termostat ishlab mana bu yoq tomoni yopilgan paytda nasos buziladi. Bittada kuyadi, bitta sezon ham ishlamaydi. Endi buni ancha nyuanslari ko'p. Buni ham boshqasini ham. Prosta Instagramda vaqtimiz yetmaydi, o'shanga yetarlicha qoluvchilar bo'lsa, YouTube'ga bitta katta video qilib beramiz. Charchamanglar.